bir necha kun oldin sahifamda umra faoliyati bilan taalluqli yangiligimiz bor degan. Bugun sizlar bilan mana shu yangilikning tafsilotlari haqida o'rtoqlashmoqchiman. Bu yangilik umra faoliyati bilan bog'liq va ko'rib turganingizdek Safar Travel shirkati bilan tuzilgan hamkorlik yangiligi edi. Xo'p, nima uchun bu shaklda sizlarga bu yangilikni e'lon qilyapman? Buni sababi shuki, bu shirkat bilan hamkorlik qilishdan oldin shirkat rahbariyati bilan bir necha kun, bir necha marta gaplashishimizga va bir necha jihatlarni hisobga olib gaplashishimizga to'g'ri keldi. Nega? Avvalo, mas'uliyatni zimmaga olish, demak, ko'p narsani talab qiladi. Jumladan, Baytullohning mehmonlari bu joyga qadam bosar ekanlar, shu firmaga ishonib, shu shirkatga ishonib, bu shirkat mas'uliyatni qay darajada zimmasiga ola oladi, qay darajada oqla oladi degan savollar o'rtaga chiqadi. Xizmat ko'rsatish turlari nimalardan iborat va ular qay darajada sifatli? Alhamdulillah, bir necha kunlik bu suhbatlarimiz, gaplashishimiz oxiri hamkorlikka qaror berishimiz bilan tugadi. Lekin bir muhim nuqta shuki, men buni sizlarga e'lon qilish uchun o'zim kelib, avval ko'zim bilan xizmat turlarini ko'rib, keyin e'lon qilaman deb o'ylab turgandim. Va xuddi shu narsa bo'ldi. Safar Travel rahbariga hamkorligini e'lon qilish shakli haqida bir nechta taklif berdim. Ularning ikkitasi, ya'ni sahifalarim orqali shunchaki e'lon qilib qo'yaman. Lekin ichida biri, ya'ni oxirgisi edi bu, yoki men bevosita borib ko'rib, o'sha muborak joylarni o'zida e'lon qilishim mumkin degandim. Rahbariyat ham hech ikkilanmasdan o'sha zahoti bo'ldi, borasiz dedi. Ya'ni nima uchun? O'zingiz ko'zingiz bilan ko'ring, ishonch hosil qiling. Avvalo o'zlariga ishonchlari borligidan deb bildim buni. Bundan tashqari haqiqiy ma'noda mas'uliyatni o'zimdan his qilgan holda kelib ko'rib, bu narsani keyin e'lon qilaman dedim. Va haqiqatda alhamdulillah keldim, Madina Munawvarada man xizmatlardan tanishdim. Endi sizlarga bu narsani bemalol ochiqchasiga e'lon qilaman. Mehmonxonalar masalasi Madina Munawvarada 3 turli, ya'ni 3 yulduzli, 4 yulduzli va 5 yulduzli mehmonxonalar bor. Har bir ziyoratchi o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, xohlagan bir paketni tanlashi mumkin degan. Ya'ni tabiiyki sharoitlar narxga ta'sir qiladi, buni yaxshi bilamiz. Shundan kelib chiqib, har bir kishi o'ziga munosib bo'lgan, demak, paketni tanlashi mumkin bo'ladi. Mana shu joyda yana bir nuqta haqida aytmoqchiman. Sharoit deganda men servis xizmatlarini sifatini nazarda tutmayapman. Sharoit faqatgina o'sha mehmonxona va unga taalluqli bo'lgan narsalarga bog'liq xolos. Lekin o'rta miyonali paketda kelinadimi, nisbatan arzonroq paketdami yoki eng qimmat paketdami keladigan bo'lsa ziyoratchilar, ularga ko'rsatiladigan servis xizmatlari hammaga bir xil bo'ladi. Shirkat alohida bu narsani o'zi nazorat qilib turadi. Demakki, Madina Munawvarada ham, Makka Mukarramada ham asosiy maqsad bo'lgan umra amalini bajarish bilan birga uni atrofidagi boshqa ziyoratlar ham hammasi tashkillashtiriladi. Masalan, Madinada Quboga, Qiblatayn masjidiga, Uhud tog'iga, Xurmozorga va yoki yana Masjid Nabaviyning atrofidagi boshqa kichik masjidlarga ziyoratlar tashkillashtiriladi. Ular bilan tanishtiriladi. Makka Mukarramada esa Arafat tog'iga, Nur tog'iga, ya'ni Hiro g'ori va Savr tog'iga demak safarlar, ziyoratlar uyushtiriladi. Hatto ko'ngli dengiz tutsaganlarga bu shirkat orqali dengizga sayohat ham tashkillashtirilgan. Endi muhim nuqtalardan yana biri bu reyslar bilan bog'liq, ya'ni uchoqlar bilan bog'liq. Uchoqlar to'g'ridan to'g'ri Toshkent, Jidda va yoki Toshkent, Madinaga yo'naltiriladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri reyslar. Haftaning dushanba, payshanba va yakshanba kunlari Toshkentdan to'g'ridan to'g'ri reyslar qo'yilgan. Toshkentdan Madinaga, Madinadan esa Makkaga yetib olish uchun tezyurar poyezdlar va qaytish esa Jiddadan Toshkentga bo'ladi. Xohlasangiz siz 7 kunlik, xohlasangiz 11 kunlik, xohlasangiz 14 kunlik umra paketlarini xarid qilib, o'sha boradigan nuqtalar, yo'llarni borish kelishlari, charchoqlar hammasini hisobga olib, o'zingiz holatlaringizni hisobga olib, o'zingizga munosib bo'lgan istagan paketingizni tanlash imkoniyati bor degan. Xo'p, muhim nuqtalar suhbat asnosida gapirgan bo'lsak ham alohida yana urg'ulaydiganimiz, bu shirkatning xizmati tabiiyki litsenziya asosida, ya'ni maxsus litsenziya asosida uyushtiriladi va bu yoqda xizmat ko'rsatadigan kishilar hammalari ham malakali guruh boshlari va malakali 50 boshlardan iborat. Albatta 50 boshlar bular musulmonlar idorasi tarafidan ajratilgan, mas'ul qilingan imom domlalar bo'ladi va shirkatning o'z ichidagi xodimlar esa bular katta tajribaga ega bo'lgan, ko'p xizmatchilarga davomiy xizmat qilib kelayotgan guruh boshlar
bo'ladi. Kamina nasib bo'lsa siz azizlarga shu shirkat orqali turli xil xizmatlarni ko'rsatishga bel bog'ladi. Alloh taolodan hammamizga muvaffaqiyat so'rayman. Alloh taolo qadamlarimizni o'zini baytdan uzmasin.